Hammaga salom. Bugungi sonimizda siz bilgan yoki bilmagan qiziqarli ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Bunday qiziqarli ma'lumotlarni faqat bizning kanalimizda bilib olasiz. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat tomosha qiling. Ispaniyalik milliarder Antonio Fernandes shu yilning avgust oyida vafot etgan. Katta moliyaviy ahvolidan 210 million dollarini tug'ilib o'sgan qishloq aholisiga vasiyat qilib ketadi. Shunday qilib qishloq aholisining har bir odamiga 2 million 600 ming dollardan pul tegdi. Mashhur kinoaktyor Jeki Channi ko'pchiligingiz tanisangiz kerak. Biroq uni qo'shiq kuylashini hamma ham bilmasa kerak. 1984-yildan boshlab Jeki Chan 20 dan ortiq audio albom chiqargan. Ayrim kinolarning oxirida uning qo'shig'ini eshitishingiz mumkin. 2007-yilgacha Rossiya kosmonavtlari kosmosga uchib ketayotib o'zlari bilan qurol olib ketishgan. Keyinchalik bu qonun bekor qilindi. Mashhur sarkarda Aleksandr Makedonskiy 30 mingta askarni shaxsan tanigan. Yosh bolalar o'yinchoqlarini ishlab chiqaruvchi Lega kompaniyasi 84 yil mobaynida biror marta ham urush va qurol-yarog' bilan bog'liq bo'lgan o'yinchoq qismlarini ishlab chiqarmagan. Sababi kompaniya yosh bolalarni urush va jangga oid o'yinlarni o'ynashligi uchun keskin qarshi. Suratda ko'rib turganingiz dengiz yulduzi. Ularning ko'zlari barmoq uchida joylashgan. Buni qarangki, ularda miya mavjud emas ekan. Undan tashqari tanasida qon ham yo'q ekan. Eng qizig'i shundaki, kerak bo'lib qolgan hollarda o'z jinsini o'zgartirish qobiliyatiga ega. Harry Potter filmida bosh qahramonni o'ynagan aktyor Daniel Radcliffe 6 oy mobaynida atayin bir xil kiyimda ko'chaga chiqqan. Shu tarzda paparatsiyalarni g'ashiga teggan. Ularning hamma rasmlari bir xil chiqardi, go'yoki eski rasmdek. Suratda ko'rib turganingiz vanna. Mazkur vannani bir bo'lak butun mineral toshdan tayyorlashgan. Eng qizig'i uni narxi. Agar ortiqcha 1 million dollaringiz bo'lsa, sotib olishingiz mumkin. Yana bir qiziqarli fakt, chumolilarda o'pka mavjud emas. Undan tashqari ular hech qachon uxlashmaydi. Suratda ko'rib turganingiz miksin. Ular okeanning tubida yashaydi. Uzunligi 70 cm gacha borishi mumkin. Miksinlarning 2 ta miyasi va 4 ta yuragi mavjud. Bu jonzotlar ko'rinishidan xunuk bo'lishiga qaramay, Yaponiyada suyib iste'mol qilishadi. Yer planetasidagi tog'lar yiliga bir necha millimetr o'sadi. Buni qarangki, planetamizning qit'alari ham joyida turmas ekan. Masalan, eng tez yurari Avstraliya kontinenti hisoblanadi. E'tibor qiling, 1 yil mobaynida Avstraliya kontinenti 8,5 cm ga siljiydi. Yer yuzidagi aka-ukalarning 85% ukalari akalarga nisbatan bo'yi balandroq bo'ladi. Ko'pchilik buni tasdiqlasa kerak. Agar sizda ham shunday bo'lsa, like bosishni unutmang. Erkaklar ayollarga nisbatan 40% ko'proq terlashadi. Tabiiyki, teri bilan birga tuzlar ham chiqib ketadi. Shuning uchun ham ko'pchilik erkaklarning organizmi ayollarga nisbatan ko'proq tuz talab qiladi, ya'ni tuzliroq ovqat iste'mol qilishadi. Nosoroglar o'ta xavfli hayvon hisoblanishadi. 2 tonnali hayvon katta shoxi bilan odamni osongina o'ldirib qo'yishi hech gap emas. Agar siz soatiga 20-25 km tezlik bilan yugursangiz, nosorog esa soatiga 50 km tezlik bilan yugura oladi. Gepard esa soatiga 120 km tezlik bilan yugura oladi. Agarda nosorog yoki gepardni uchratib qolsangiz, qoching. Ortga qaramasdan qoching. Aziz do'stlar, videorolik oxirida qisqa tarixiy faktni aytib beraman. Mashhur tarixiy sarkarda Aleksandr Makedonskiy armiyasi bilan Jazirama Isirda sahroda ketayotgan bo'ladi. Ular tashnalikdan azob chekishardi, biroq sarkardan chanqog'ini qondirish uchun bir kosa suv topib kelishadi. Sarkarda suvni qo'liga oladi-da, bu suv men uchun ko'plik qiladi, sizlar uchun esa kamlik qiladi deb suvni qumga quyib yuboradi.
Do'stlar, agarda bizni videoroliklarimiz sizlarga ozgina bo'lsa-da ma'qul kelgan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlang va do'stlaringiz bilan ulashing. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like ni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.